Modomiki qilgan yaxshiliklaringizni Alloh bilishiga iymoningiz komil ekan, bas odamlardan mukofotni kutmang. Bir odamga qalam hadya qilsang, keyin shu ahmoq odam seni shu qalam bilan ustingdan yumaloq xat yozsa, xafa bo'lma. Sen bergan shu qalam bilan seni masxara qilib bir she'r yozsa, haji yozsa, xafa bo'lma. Oqsab ketayotgan odamga tayanib yursin, qo'y-po'yini haydasin deb bir tayoq bersang, bir kun kelib shu tayoq bilan boshingni urib yoradigan bo'lsa, bundan hayron bo'lmagin. Chunki innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika la shahid. Chunki inson Robbisiga nonkor, noshukur va o'zi bunga guvoh. Allohning shuncha son sanoqsiz ne'matlarini ko'rib turib ham Allohga nonkorlik qilganidan keyin sen qilgan yaxshiligini bilmasa, nimaga xafa bo'lasan?